bir, ikki, uch. Menimcha ovoz bo'lsa kerak. Ovoz bormi? Yozib yuboring. Ovoz bormi? Tak. Assalomu alaykum barchaga. Siz bilan Atom o'quv markazi va Mahmud Matkarimov. Demak, inshaalloh yangi bir niyatlarni qilmoqchimiz. Ya'ni har kuni yoki har 2 kundan birini ko'ramiz. Xudo xolasa milliy sertifikatdagi yozma bitta savolni tahlilini ko'ramiz. Chunki nega bitta savol? Sababi kunda masalan 10 ta ishni chala qilgandan ko'ra har kuni bitta ishni zo'r qilganimiz yaxshiroq. Ya'ni chala qilgandan ko'ra deganim biz chala qilishimiz emas. Prosta ko'p o'quvchilar masalan katta masshtabdagi masalalarni bir kunning o'zida miyasiga sig'dira olmay qolishadi. Shuning uchun kunda bitta misol qilib borsak ham juda effektiv bo'ladi va juda bir foydali bo'ladi. Bu nafaqat siz uchun, ya'ni buni ommaviy tarzda qilmoqchimiz. Bu o'zimizni offlaynda tayyorlanadigan o'quvchilarimiz ham bor, onlayn guruhlarimiz ham ochilgan fevral oyi uchun, ularda tayyorlanadigan o'quvchilarimiz ham bor. Barcha uchun birdek foydali bo'ladi degan bir yaxshi niyatda xudo xolasa mana shu narsaga nima deydi, bosh qo'shmoqchimiz xudo xolasa. Demak, keling cho'zib o'tirmayman, masalani o'ziga o'tamiz. Bu ko'radigan masalamiz 29-dekabr 43-savol. Nimaga? Sababi juda ham ajoyib savol tushgan. Suvni qattiqligi ham aralashgan, bu yerda umumiy eritmalar ham aralashgan. Juda bir zo'r, mantiqli va ajoyib masala tushgan. Keling shuni birgalikda yechimini qilamiz. Demak, birinchi masalani o'qisak. Suv tarkibida kalsiy va magniy tuzlarning ko'p miqdorda bo'lishi uni ko'pgina texnik jarayonlarda foydalanish uchun yaroqsiz qilib qo'yadi. Shuning uchun sanoat jarayonlarida ishlatiladigan suvlarning qattiqligi doimo nazorat qilib boriladi. Yuqori qattiqlikka ega bo'lgan suvlar yumshatiladi deyapti. Bu gapi prosta bir ma'lumot sifatida. Masalan, siz 43 va 41 masalaga o'xshagan masala ishlaganda masalani porsiyalarga bo'lib ishlashingiz kerak. Shu narsani biling. Чтобы bu yerda hozir ishlaydigan narsasi yo'q. Endi laboratoriya deb boshlanadigan joyidan boshlayman. Laboratoriya sharoitida tayyorlangan vaqtinchalik karbonatli qattiqlikka ega bo'lgan 458,4 gram mineral suvni qattiqligini yo'qotish uchun qaynatilganda 50 gram suv bug'lanib ketdi. Va bunda shundan so'ng idishda 33,6 gram cho'kma va 357,2 gram suv qoldi deyapti. Mana shu joyning o'zi bitta kichkina masala desak bo'ladi. Keling birinchi bo'lib shu yerini ishlaymiz. Ya'ni bizda laboratoriya sharoitida 458,4 gram metal gidrokarbonat saqlagan suv tayyorlangan. Buni massasi 458,4 gram ekan. Endi buni yumshatish uchun qizdirilgan, ya'ni suv qaynatiladi, bilasiz. Va bunda bizda demak bunda 33,6 gram cho'kma tushdi deyapti. Ya'ni bu 33,6 gram metal karbonat cho'kmaga tushgan. 33,6 gram. Va 357,2 gram suv qolgan. Demak, suvimiz 357,2 gram. Shundan foydalanib birinchi biz metalni topib olishimiz kerak. Chunki e'tibor bersangiz, birinchi shartda katyon uchun qaysi metal olingan deyapti. 357,2 gram suv qolgan va 33,6 gram cho'kma tushgan. Bu metal karbonat. Shundan foydalanib birinchi ishimiz metalni topib olaylik. Qarang. Bizda demak 50 gram suv bug'lanib ketdi deb mana bu suvni ham massasini beryapti. Qarang, birinchi qiladigan ishimiz 458,4 gram suv, ya'ni eritmadan 357,2 gram toza suv qolgan. Birinchi necha gram bizda eritma massasi kamaygan? Shu narsani hisoblab olaylik. 458,4 dan 357,2 ni ayiramiz. Demak, 458,4 ayiramiz 357,2. Bunda 101,2 gram chiqadi ekan. Endi qarang, bu 101,2 gram nimalar hisobiga bizda kamayyapti? Birinchi 50 gram suv bug'landi deyapti bizda. Endi ikkinchi 33,6 gram metal karbonat cho'kmaga tushdi deyapti. Va endi uchinchi nima desak, metal gidrokarbonat parchalanganda e'tibor bersangiz, metal karbonat, karbonat angidrid va suv chiqadi. Demak, bizga bermayotgan narsa uchib ketgan karbonat angidridning massasi. Buni topishimiz uchun 101,2 dan mana bu ikkisini ayiramiz. Demak, 83,6 gram bo'lsa, bu 17,6
6 gram karbonat angidrid uchib ketgan. Demak, birinchi ishimizda biz aynan mana bu karbonat angidridni massasini topdik desak bo'ladi. Bizga eng asosiy kerak bo'lgan narsa mana shu 17,6 gram karbonat angidrid. Endi qarang. Mana shu metal gidrokarbonat parchalangan ekan bizda va bunda metal karbonat angidrid hamda suv hosil bo'lgan. Qarang. Reaksiyamiz teng. Bu 33,6 gram ekan, bu esa 17,6 gram ekan. Massani tagiga molar massa tushsak 44 va buni ham molar massasini tushamiz. Bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa 0,4, 33,6 ni 0,4 ga bo'lsak, buni molar massasi 84 chiqadi. 84 bo'ladigan bo'lsa, bu qaysi metal? Qarang, metal karbonat 84, menimcha уже bildingiz. Bu 60 dan ayiradigan bo'lsak, metalimiz magniy metali. Ya'ni bizda o'zi ikki xil variant bor edi, yoki magniy yoki kalsiy. Bu 33,6 gram cho'kmaga tushgan metal karbonat tarkibidagi metal magniy ekan. Demak, dastlabki bizadagi tuzimizning ichida ham magniy gidrokarbonat bo'lgan. Endi qarang, shuni ham bir analiz qilib olaylik. Ya'ni bizda magniy gidrokarbonat va suv saqlagan 458,4 gram eritma bo'lgan va shuni ichida necha gram magniy gidrokarbonat va necha gram suv bo'lgan. Chunki bizda baribir shu narsa kerak bo'ladi. Shuning uchun magniy gidrokarbonatning massasiga o'tamiz. Demak, bu ikkinchi ishimizda o'sha magniyni topib oldik. Uchinchi ishimiz, qarang. Mana bu metal gidrokarbonatning miqdoriga o'tsak, bu 0,4 mol bo'ladi va biz mana shu 0,4 ni magniy gidrokarbonatning molar massasiga ko'paytsak, buning massasi kelib chiqadi. Demak, bu 122 ga 24 ni qo'shsak 146, 146 ni ko'paytirsak 0,4 ga 58,4 gram chiqadi ekan. Demak, dastlabki suvning massasi 400 gram, buning ichidagi magniy gidrokarbonatining massasi 0,4 mol yoki 58,4 gram. Demak, bizda birinchi so'rayotgan narsa chiqdi, ya'ni bu magniy va o'zimiz uchun mana bu suvni ham analiz qilib oldik. Shu yergacha hammasi tushunarlimi? Agar tushunarli bo'lsa, yozib keting, tushunarli deb. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, tushunarli. Endi qarang, masalani porsiyalarga bo'lib ishlaymiz deganim bekor emas. 357,2 gram suv qoldi degandan keyin boshqa usulda esa deb boshlanadigan joydan boshlab o'qing endi. Boshqa usulda esa xuddi shunday tarkibli 458,4 gram mineral suvga 15 gradusda yetarli miqdorda natriy gidrofosfat qo'shib, suvning qattiqligi yo'qotildi. Mineral suv tarkibidagi kation metal gidrofosfat tarzida cho'kmaga tushgan va natriy gidrokarbonat uchun eruvchanlik 8,4 deyapti. Bo'ldi, mana shu yergacha yana bitta masala. Ya'ni bizda e'tibor bering, 458,4 gram o'sha magniy gidrokarbonat eritmamiz yoki qattiq suvimiz. Qarang. Bu 458,4 gram, buning ichida 400 gram suv bor edi va mana bu 0,4 mol yoki 58,4 gram edi. 58,4 gram. 0,4 mol deb ham yozib qo'yish uni. Menimcha uni bildingizlar. Mana shunga qattiqligini yumshatish uchun 15 gradusda natriy gidrofosfat qo'shilgan deyapti. Bu eritma emas, o'zi qo'shilgan natriy gidrofosfatni va natijada bizda natriy gidrokarbonat bilan magniy gidrofosfat cho'kmaga tushadi. Demak, bu yerda magniy gidrofosfat cho'kmaga tushyapti. Keyin natriy gidrokarbonat eritmasi paydo bo'lgan. Endi eng qiziq joyi natriy gidrokarbonat uchun 15 gradusda eruvchanlik beryapti 8,4 deb. Demak, bizda ma'lum bir miqdorda natriy gidrokarbonat ham cho'kmaga tushgan. Buni qayerdan bilamiz desak, chunki bizda eruvchanlik bekorga bermagan va bundan tashqari ikkinchi va uchinchi so'rab qo'ygan narsasini qarasangiz, jarayonda sarflangan natriy gidrofosfatning massasini so'rayapti. Ya'ni bu ikkinchi ishda buni massasini so'rayapti va cho'kma tarkibidagi har bir tuzni massasini so'rayapti. Ya'ni bu yerda ham natriy gidrokarbonat bor cho'kmada, ham magniy gidrofosfat bor. Mana shu uchinchi ishda har ikkalasini biz massasini hisoblashimiz kerak ekan. Eruvchanligi ham 8,4 deb berilyapti. Endi qarang, buni qanaqa qilib ishlaymiz? Reaksiyani yozishimiz kerak. Ya'ni magniy gidrokarbonat
qo'shamiz natriy gidrofosfat. Buni qo'shadigan bo'lsak, magniy gidrofosfat tuzimiz cho'kmaga tushadi, plus natriy gidrokarbonat tuzi hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglasak, bu yerga 2 qo'yib beramiz, ana reaksiyamiz teng. Endi bir narsaga diqqat bilan qarang, masalaning eng asosiy joyi shu, kimyoviy reaksiyamizda suv ishtirok qilyaptimi bizada? Yo'q. Demak, mana shu 400 gram suv bo'lsa, mana bu suvning massasi ham 400 gram ekan. Ya'ni suvimiz ishtirok qilmayapti. Qarang endi. Mana bu 0.4 mol edi bizada. Pastiga 1 qo'ysak, mana bu natriy gidrofosfatimizni to'g'ridan-to'g'ri massasiga o'tsak bo'ladi biza. Ya'ni buni massasi, demak, 142 adashmasam magar massasi 142 bo'lsa, tak 47, 95, 142. Buni massasi 56.8. Qarang, bizada уже ikkinchi so'rayotgan narsa chiqdi. 56.8 gram ekan. Mana shunaqa. Endi magniy gidrofosfatni ham massasiga o'tsak bo'ladi. Chunki bu to'g'ridan-to'g'ri chiqyapti. Buni massasiga o'tadigan bo'lsak, bu 25 ga 95 ni qo'shadigan bo'lsak, 120 ni 0.4 ga ko'paytsak 48 gram magniy gidrofosfat cho'kmaga tushyapti va endi natriy gidrokarbonatni massasini to'g'ri mana shu yerdan topaman deb o'ylasangiz, bu xato. Chunki qarang, sizda bu yerda natriy gidrokarbonatning necha gram chiqqanligini hisoblashingiz mumkin. Bu 2 ni 84 ga ko'paytsak 168, 168 ni 0.4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 67.2 mi? 168 ko'paygan 0 168 ko'paygan 0.4 67.2 gram. Ha. Qarang, 67.2 gram natriy gidrokarbonat reaksiya natijasida chiqadi. Lekin bu 67.2 gramni barchasini eritadimi? Gap shunda. Qarang, sizda 400 gram suvning massasi o'zgarmayotganda, bu ham 400 gram. Endi natriy gidrokarbonat eruvchanligi 8.4 deyapti. Demak, 100 gram suvda 8.4 bo'ladigan bo'lsa, 400 gram suvda necha gram eriydi desak, buni massasi 33.6 gram chiqadi. Demakki, qarang, bizda mana bu natriy gidrokarbonatimizni erigan holati 33.6 gram, qolgani qayerga ketgan? Cho'kmaga ketgan. Demak, bundan cho'kmaga tushgan natriy gidrokarbonatning massasini topadigan bo'lsak, 67.2 dan 33.6 ni ayiramiz. Bunda mana 33.6 gram natriy gidrokarbonat cho'kmaga tushadi ekan. Qarang, zo'rmi? Ya'ni birinchi qilgan ishimiz, buni massasi 56.8 gram, ikkinchi ishimiz chiqdi. Bunga to'g'ri o'tsangiz bo'ladi 48 gram. Keyin bu 67.2 gram bo'ladi, lekin suv hammasini eritganmi? Shudir masala. Ya'ni 100 gram suvda 8.4 erisa, 400 gram suvda necha gram eriydi? 33.6 gram. Demak, 67.2 dan 33.6 gram erisa, qolgani cho'kmaga tushgan. Tushunarli bo'ldimi? Yozib boring, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, tushunarli deb yozib boring. Xo'p, ma'lum, tushunarli bo'lsa zo'r. Endi qarang, so'ngra ushbu eritmadan deb boshlaydigan joyimizga ketamiz. Biz hozir birinchi, ikkinchi va uchinchi ishni topdik. Birinchi magniy, ikkinchi 56.8, uchinchi demak, har bir tuzning massasi bo'lsa 48 ga 36 deb yozishingiz kerak edi. Endi so'ngra ushbu eritmadan deb boshlanadigan joyi qarang. So'ngra ushbu eritmadan cho'kma ajratildi. Ya'ni cho'kma ajratilgan bo'lsa, faqat 400 gram suv va 33.6 gram natriy gidrokarbonat qoldi. Hosil bo'lgan eritmaga yetarli miqdorda xlorid kislota eritmasi quyildi. Shundan keyin eritma tarkibida yagona tuz va 465.6 gram suv qoldi deyapti. Demak, qarang, bizda o'sha hosil bo'lgan eritmamiz, ya'ni buni ichida 400 gram suv va 33.6 gram natriy gidrokarbonatimiz bor edi. Bunga endi xlorid kislotani eritmasi quyildi. E'tibor bering. Xlorid kislota eritmasi quyilgan va natijada eritmada yagona tuz va 465.6 gram suv qolyapti. Yagona tuz bo'lsa, albatta natriy xlorid. 465.6 gram suv bo'lsa, mana shu suv. Endi yagona tuz va 465.6 gram suv qoldi. Xo'p. Demak, bu degani yagona tuz qoldi degani, kislota ham, tuz ham ortiq qolmagan, reaksiya to'liq sodir bo'lgan. Endi biz 4-chi ishni ishlashimiz kerak. Qarang.
ikkinchi usul yakunida qolgan eritma, ya'ni mana shu eritma haqida gap ketyapti bu yerda. 10 amper tok bilan 38600 sekund davomida elektroliz qilinganda hosil bo'lgan eritmani molar konsentratsiyasini toping. E'tibor bering. Mana shu eritmani biz keyin elektroliz qilibmiz. Bu 4-ishda berilgan bu. Qarang, 10 amper tok va 38600 sekund davomida elektroliz qildik va hosil bo'lgan eritma natriy xloridning elektrolizidan tabiiyki natriy gidroksid eritmasi paydo bo'ladi. Shuni zichligi 1,105 gram taksim millilitr bo'lsa, mana shu eritmaning molar konsentratsiyasini hisoblab bering deyapti bizda. Ya'ni necha molar eritma qoldi deyapti. Qarang, buni endi nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda bizda mana 33,6 gram natriy gidrokarbonat bilan natriy gidrokarbonat plus xlorid kislota qo'shsak, natriy xlorid, karbonat angidrid hamda suv hosil bo'ladi. Qarang, bu 33,6 gram bo'lsa, pastiga 84 bo'lsa, demak, mana bu hosil bo'lgan natriy xloridimizning miqdori 0,4 mol ekan. Mana bizda hosil bo'lgan natriy xloridning miqdori 0,4 mol. Endi qarang, buni 10 amper tok bilan 38600 sekund davomida elektroliz qilyapmiz. Mana shu yerda siz elektrolizni bilishingiz kerak. Birinchi, 10 amper tok 38600 sekund deganimiz necha faraday ekanligini hisoblab olishimiz kerak. Faradayni topishimiz uchun tok ko'chini vaqtga ko'paytirib faraday doimiysiga bo'lishimiz kerak. Demak, 10 ko'paygan 38600 bo'lingan 96500 qilsak 4 faraday chiqadi adashmasam, chunki bu bilan bu qisqaradi 0,4. 0,4 10 ga ko'paysak 4 faraday. Endi qarang, bizda mana shu natriy xlorid eritmasi, endi o'sha bu eritma bilan ishimiz yo'q bizning. Mana shu natriy xlorid eritmasi 465,6 gram suv bor va 0,4 mol natriy xloridi bor bo'lgan eritma 4 faraday tok bilan elektroliz qilinyapti. Endi qarang, natriy xloridimiz birinchi navbatda 1 mol natriy xlorid necha faraday tok so'raydi? 1 faraday. Agar elektroliz bo'yicha master klassni ko'rgan bo'lsangiz, buni men tushuntirganman. 0,4 mol natriy xlorid necha faraday tok so'raydi desak, 0,4 faraday tok so'raydi. Buni ozak qilishingiz ham mumkin edi. Endi qarang, sizda 4 faraday tok ketayotgan bo'lsa, buni 0,4 faradayi demak natriy xlorid uchun ketyapti. 3,6 faradayi suvni o'zini elektroliz uchun ketyapti. Ya'ni suv mustaqil ham elektrolizga uchragan bu yerda. Shu narsani tushuning. Endi biz o'sha hosil bo'lgan eritmani nimasini topishimiz kerak? Molar konsentratsiyasini. Qarang, elektrolizdan keyin tabiiyki eritmani massasi kamayadi. Sababi katod anodda ma'lum bir miqdorda moddalar chiqib ketadi. Demak, biz hozir katod va anodda chiqib ketgan moddalarni hisoblashimiz kerak. Давайте keyingi betdan yozing shuni, sababi bu yerga qisilib qoladi bu. Demak, hozirgi vaziyatda bizda 0,4 mol natriy xlorid bor va suv bor 465,6 gram, 465,6 gram suv bor. Shu elektroliz qilindi. Bu yerda tushundingiz, 4 faraday bilan elektroliz qilingan. Demak, bizda hosil bo'ldi natriy gidroksid eritmasi. Natriy gidroksid eritmasi. Bu natriy gidroksid eritmasini molar konsentratsiyasini topishimiz kerak. Buni zichligi 1,105 gram taksim millilitr deyotgan edi. Endi biz tushundik, yuqorida 4 faradayni 0,4 faradayi natriy xlorid uchun ketdi, 3,6 faradayi suvni elektroliz uchun ketdi. Endi keling reaksiyani yozamiz. Natriy xlorid plus suv hosil bo'ldi vodorod, xlor va natriy gidroksid. Demak, bu yerga 2 qo'ysak, bu yerga 2 qo'ysak reaksiyamiz teng. Qarang, bu 0,4 mol bo'lsa, pastiga 2 va katod anoddan necha gram modda chiqib ketadi bunda? Chunki biz aytishimiz kerak shuni. Bu 73, shunda buni massasi necha bo'ladi? 73 ni 0,2 ga ko'paytirsak 14,6 gram. Va bizga albatta molar konsentratsiya topish uchun natriy gidroksidning miqdori kerak. Buni moli ham baribir 0,4 mol bo'ladi. Mana natriy gidroksidning miqdori topildi bizada va katod anodning massasi topildi 14,6 gram. Endi qarang,
suv mustaqil elektrolizga uchragan 3,6 faradayda vodorod bilan kislorod chiqadi. Bilasiz, mana shu vodorod bilan kislorodning massasi baribir mana bu elektrolizga uchragan suvning massasiga teng bo'ladi. Keling, buni endi maydalab o'tirmaymiz. To'g'ri. 1 faradayda necha gram suv elektrolizga uchraydi? Nimasiga teng bo'lardi? Ekvivalentiga. Demak, 9 grami elektrolizga uchrasa, 3,6 faradayda necha gram suv elektrolizga uchraydi deymiz. 9,654 5 yotta 9,218 23,4 gram. Demak, bizada 23,4 gram suv mustaqil elektrolizga uchragan. Ya'ni mana bu katod anod massasi ham 23,4 gram. Demak, bizada umumiy katod va anodning massasi qarang 14,6 plus 23,4 desak 10 demak 7 8 38 grammi? 38 gramga kamaygan. Ya'ni dastlabki eritmaning massasi 38 gramga kamaygan bo'ladi keyingi eritmadan. Keyingi eritmaga nisbatan. Endi qarang. Bizaga 38 gramga kamaygan bo'lsa, eritmaning massasi dastlabki eritmaning massasini topib olishimiz kerak. 0,4 mol natriy xlorid bo'lsa, buni 0,4 ko'paygan 58,5 desa 23,4 adashmasam. 0,4 ko'paygan 58,5. 23,4. Qarang. 23,4 bo'lsa, ikkisi o'zi yo'qolib ketadi ekan. 23,4 ga 465,6 ni qo'shamiz. 489 gram mana bu eritma. Endi qarang. Keyingi eritmaning massasi 14,6 plus 23,4. Bu kalkulyator boshqachami? Yomon qo'lim tushmaydimi? 38. Demak, 489 dan ayiramiz 38 ni. 451. Tak, bir yer xato ketdim ya. 73 ko'paytiramiz 0,2. 14,6. Demak, 3,6 ko'paytiramiz 9. Bu 32,4 ekan. Mana bu 32,4 ekan, uzr. 32,4 32,4 ga 32,4 ga 14,6 ga 32,4 ni qo'shsak 47 gram, 47 gram bo'ladi ekan mana bu. 47 gramga kamaydi. Ana keyingi eritmaning massasini topsak 489 dan ayiramiz 47 ni. 442 gram. Ana endi qarang, mana shu hosil bo'lgan eritmaning massasi 442 gram bo'lsa, buni hajmini hisoblaydigan bo'lsak, massa eritma bo'lingan rho, demak 442 ni bo'lamiz 1,105 ga. Bu 1,105 400 ml chiqadi ekan. Qarang, 400 ml. Ana bizda keyingi eritmamizning hajmi 400 ml chiqyapti. Mana bu yerda uzr, xato ketib qolibdi. Endi bizlar ham darsdan keyin qilyapmiz. Tabiiyki sal charchoq bor. Shuning uchun kalkulyator ishlatyapman o'zi. 400 ml bo'lsa, buni hajmi 0,4 litr bo'ladi va endi siz molyar konsentratsiyani topsangiz, buni moli 0,4 bo'ldingiz 0,4 ga, demak bizada 1 molyar chiqadi. Ya'niki o'sha natriy gidroksidning molyar konsentratsiyasi 1 molyar ekan. Mana shunaqa. Xullas sizda 489 gram eritma bor edi. Bundan katod anodlarni aytsangiz 442 gram eritma bo'ladi. Uni hajmini hisoblaysiz va molyar konsentratsiyasini hisoblaysiz. 1 molyar chiqadi. Menimcha tushundingiz. Demak, 4-da javobimiz 1 molyar ekan. Endi 5-chi. Ikkinchi usulda olingan cho'kmaga natriy gidroksid eritmasi bilan ishloq berilganda oq cho'kma tarkibidan metal fosfat dan iborat va ikki xil o'rta tuz tutgan eritma hosil bo'ldi. Shu jarayonda sarflangan ishqorni toping deyapti. Endi qarang. Bizaga hozir 4-ni ham topdik. Endi 5-da mana bu cho'kmalarni aytyapti. Ya'ni mana shu magniy gidrofosfat va natriy gidrokarbonatdan iborat bo'lgan o'sha cho'kmalar aralashmasini ajratib olingan-yu, o'sha ajratib olinganga dedi, natriy gidroksid ta'sir qildirilganda oq cho'kma tushgan. Bundagi ishqorni sarflangan miqdorini hisoblang deyapti. Endi siz bu yerda faqat reaksiya bilsangiz bo'ldi. 5-ishda. Demak, 5-ish bizda ikkita cho'kma bor edi. Esingizda bo'lsa, magniy gidrofosfat bu 48 gram edi. Chunki bizdan massasini so'rayotganda va
natriy gidrokarbonat bu 33,6 gram. Mana shu ikkisiga natriy gidroksid ta'sir qildirilgan. Birinchiga natriy gidroksid ta'sir qildirsak, magniy fosfat cho'kmaga tushadi. Plus natriy fosfat hamda suv. Qayerdan bildik buni natriy fosfat chiqqanini desangiz, chunki sizda ikkita o'rta tuz saqlagan deyapti. Natriy gidrokarbonatga natriy gidroksid ta'sir qildirsangiz, natriy karbonat bilan albatta suv hosil bo'ladi. Mana natriy gidrokarbonat plus natriy gidroksid, natriy karbonat va suv. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, 3 bu yerda 3 qo'yadigan bo'lsak, magniy fosfatlarimiz teng. Bu yerga 3 qo'ysak, bu yerga 3 qo'ysak, reaksiyamiz tengmi? 6, demak 8, 12, 15, 12, 15 reaksiyamiz teng. Mana. Endi mana shu yerda sarflangan natriy gidroksidlarning miqdorlarini yig'indisini so'rayapti menimcha. Demak 48 gram bo'lsa, bu yerga 3 ko'paygan 120, buni mayor massasi 120 edi. Demak bu 3 bo'lsa, buni miqdori уже 0,4 mol chiqyapti bizada natriy gidroksidimiz. Endi bu 36 gram bo'lsa, bu 84. Bu yerda уже reaksiyamiz teng o'zi. Bu 1, 84 ta 1 bo'lsa, bu 0,4 mol. Umumiy yig'indisi 0,4 ga 0,4 ni qo'shsak 0,8 mol ekan. Ya'ni umumiy natriy gidroksidimizning miqdori 0,8 mol chiqyapti. Menimcha tushungan bo'lishingiz kerak. Umumiy bir qilib yuboradigan bo'lsak, bizada birinchida demak magniy chiqdi, ikkinchida cho'kmalarning massasi yo'q, jarayonda sarflangan natriy gidrofosfat. Natriy gidrofosfatimiz 56,8 gram chiqdi va uchinchida cho'kma tarkibidagi har bir tuz 48 gram magniy gidrofosfat chiqdi va 33,6 gram natriy gidrokarbonat chiqdi. Va 4-ishimizda molyar konsentratsiya 1 molyar chiqdi. 5-ishimizda natriy gidroksidimizning miqdori 0,8 mol chiqdi. Mana shunaqa. Menimcha tushundingiz. Agar tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyalarda yozing. Qayerni tushunmagan bo'lsangiz, shularni обязательно yana tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Va bizda fevral oyi uchun intensiv milliy sertifikat guruhlarimiz davom qilyapti. Qatnashayotganlarning hammasi menimcha xursand va уже kommentariyalardan ham ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida tashlagandim rasmlarni. Chunki bu 3 xil rejimda boryapti milliy sertifikat guruhimiz. Ya'ni birinchisi demak yozib olingan darslar, ikkinchisi demak testlarning tahlillari yozib olingan va uchinchisi jonli efirda. Menimcha hali kimyo sferasida bunaqangi sifatli demak onlayn darslar qilayotgan hech kim bo'lmasa kerak. Faqat Atom o'quv markazi shuni boshlab berdi. Agar sizga shu guruhda qatnashish ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa va qatnashishni niyat qilayotgan bo'lsangiz, Atom menejerga yozib o'ting. Atom menejerda xudo xolasa sizga javob berishadi va ajoyib darslarga qo'shilishingiz mumkin. Hozir biz aynan bugun eruvchanlik degan mavzuni o'tdik. Eng kerakli mavzulardan biri. Agar xohlasangiz, может bitta darsni o'zini sotib olishingiz ham mumkin. Bitta darsni ham sotishadi. Masalan, qaysi mavzu kerak bo'lsa sizga, qaysi mavzuda muammongiz bo'lsa, albatta shu mavzularni o'zini ham olishingiz mumkin. Masalan, eruvchanlik mavzusi вообще ideal tarzda bizada уже ma'lumotlar, u faqatgina video dars tashlab berilmaydi. Уже uni nazariy ma'lumotlari, prezentatsiyalari, uni testlari, xullas hammasi ideal tarzda beriladi. Agar sizga mana shu onlayn darsda qatnashmoqchi bo'lsangiz, Atom menejerga yozing tezroq va tezroq o'rningizni band qiling. Juda ham zo'r, juda ham sifatli onlayn darslar ketyapti. Offlaynimizda sifat qanaqa bo'lsa, onlaynimizda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Kurs narxi 349 ming so'm to shu fevral oyidagi milliy sertifikatgacha. Undan keyin ham yo'qolib ketmaydi, shu guruh saqlanadi va sizga bu faqatgina o'sha milliy sertifikatda emas, balki yuqoriroq darajada yaxshiroq bilim olishingiz uchun ajoyib imkoniyat. Ayniqsa ustozlar ko'p qatnashyapti. Respekt ustozlarga, sababi o'zini bilimlarini yanada oshirishni niyat qilgan ustozlarimiz ham ko'p. Albatta milliy sertifikatga tayyorlanmoqchi bo'lgan insonlarga tabiiyki juda ham foydali darslar bo'lyapti. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi demak masalamiz rahmat va xudo xolasa keyingi masalalarni ham tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va
bizni faolroq, aktivroq reaksiyalar bilan kuzatib boring. Rahmat barchaga. Jonli efirni tugallaymiz.